Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah Ta'ala Kur'anda ayta, shundan da Allah Ta'ala oldinda 12 oy bor. Ham shu 12 oy orasida 4 oy izgi ham mashhur bo'lgan haram oylar. Ya'ni gunohlardan, xatolardan tiyilirga, imtilirga tiyish bo'lgan. Ham izgiliklarni, igiliklarni ko'paytirga tiyish bo'lgan oylar deb xabar etiladi. Shu oylarda Alloh taolo o'z-o'zlaringizga zulm qilmag'iz, ularni bo'shqa o'zdirib. Ul oylar bek zo'r fursat, bek zo'r Alloh taolaning bo'lagi. Ham nihoyat biz sizning bilan shu 4 oylarning birsini, ul dayinda Rajab oyina, Alloh taolaning oyina iya bo'ldik. Alloh taolo huzurunda shu oyni izgiliklar, igiliklar bilan mul qilirga nasib aylasin. Hadislerin birisinde xabar etiladi. Kunlardan bir kuni bir sahaba Peygamberimiz alayhissalatu vassalamga so'rov beradi. Ya Rasululloh, Alloh taolaga nindi izgi amallar bilan istama izgi amallar bilan yaqinoya olarmanmikan deb so'rov beradi. Peygamberimiz alayhissalatu vassalam onlarga nafila ham sunnat urazalar turunda ham nafila amal ibodatlar turunda xabar etadi. Shuni eshitib bu sahaba har tunin tungi namozlar bilan mul qila ham har kunin urazada uzdira boshlaydi. Yıllar uzg'ash tag'an yanadan Peygamberimiz alayhissalatu vassalamning majlisida bo'lirga to'g'ri keladi. Hatta Peygamberimiz alayhissalatu vassalam onu ko'ruga o'q tanimay ham so'rov beradi, "Nasa bo'ldi senin bilan?" Bu sahaba anlatib beradi, har bir kunin urazada uzdirib, har bir tunin amal ibodatlar bilan mul qilu sababi onun shu ağır halatga ega bo'ludi. Peygamberimiz alayhissalatu vassalam ularga aytadi, "Shindan da eng kimida izgi kunlarni, izgi oylarni Alloh taolaning rahmatin umid etib, hatta oyning birinchi ilishinda, o'rtada ham oxirinda urazalar bilan mul qilsan, shuluq natijaga erishir edin. Ammo lekin tangada og'irlik ketirmas edin" deb Peygamberimiz alayhissalatu vassalam onlarga xabar edi. Peygamberimiz alayhissalatu vassalam zirat aşağızganda sahabalar bilan bir ara to'xtab bek niq yig'lay boshlaydi. Öksüp yılı başlayı. Sahabeler nasa buldu, ne buldu ya Resulullah? Ey Allah'a Teala ilişisi, nişlep bırşılasın, nişlep yılısın deyip. Sırav birigeş. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam eyta, işitem di. İşitem şu kabirlerde, kabir gazabın bik nık alalar ikenligin işitem. Müslümanlar, müminler g'azaplanalar ekanligin eshitam deb aytadi. Ya layta Peygamberimiz alayhissalatu vassalam aytadi, agarda shu mu'minlar, musulmonlar shu izgi oylarin ham shu Rajab oyin birozgina bo'lsa-da urazalar tutib, birozgina bo'lsa-da izgiliklar, egiliklar bilan mul qilsalar, shuluq halda oshi hasratlari, g'azablari bo'lmas edi deb xabar etadi. Shundan da hurmatli jamoat, shu fursat bilan foydalanik. Rajab oyin Alloh taolaning oyin, izgiliklar, egiliklar bilan mul qilik. Peygamberimiz alayhissalatu vassalam hadislerin birisida aytadi, shundan da Rajab oyi ul o'tirtu oyi. Irliqlarni o'tirtu oyi. Sha'ban oyi ul shu irliqlarga suv sibu oyi. Hem Ramazan ayı inde ol jimishlerini, natijelerini, oңышlarını jiyu ayı dip aytib koya. Şu Rajab ayında köbürek izgilik ırlıklarını uturtsak idi. Tutkan urazalarının ırlıkların, bergen sadakalarımızın, okugan Kur'an ayetlerimizin, yatlagan Kur'an ayetlerimizin, konaklarını konak itu ırlıkların hem başka bek köp ırlıklarını uturtup
Ең соңында аларның җимешләрен татыганда, Рамазан айында шушы җимешләрне күреп, изге айларда эшләгән изгелекләрнең нәтиҗәләрен күреп, сөенергә, куанырга, шатланырга һәрберебезгә дә насыйп ва ясар әйләсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.